Tün Twitch'leri programması. Qadirlik dostlar, kesinlikle hayırlılık olsun. Tün Twitch'leri programımızın hammamiz uchun to'liq qimmatli damlarda biz yana sirdashish, mo'nglashish fursatiga erishib o'tiribmiz. Biz hayotga kulib muomala qilishimiz, uni qizg'in muhabbatimiz bilan so'yishimiz kerak. Hayot sizga shuni uqtirdiki, siz yig'lashga 100 sabab topa olgan chog'ingizda kulishga 1000 sabab tepib yashang. O'tmishingizdan hargizmi afsuslanmang. Biz hammamiz hayot safaridagi bir yo'lovchi. Turmushda dag'dam yo'lni tepish uchun qalbimizdagi pasiv kayfiyatlarni cho'rib tashlab, umidvorlik bilan manzilimizga qarab, mardona qadam olmoqimiz intayin muhim. Bundaq bir gap bor, hayotlikning o'zi bir aynak, ko'rsatadiğini dal bizning aksimiz. Ya'ni biz yig'lasak u mi yig'laydi, biz kulsak u mi kuladi. Şoň biz her vaqt hayatga kulib turib muomala qilsak, o'zimizning kulgan holatimizni ko'ra olamiz. Şoň deymiz, har bir ishga nisbatan umidvorlik taniqlarimizga qo'shilib ketsin. Kichikgina qiyinchilik va mag'lubiyat oldida tez pikmay, hayotlikni mehrimiz bilan quchoqlab, manzil tomon yurgandila, hayotimiz texmo ma'niga ega bo'ladi. Qadirlik anglag'uchilar, programmamizni yoqtirib anglag'aysizlar va programmamizga hozirdan boshlab qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Men riyosatchi Mavlud Ibrohim. Xo'sh, qadrli anglag'uchilar, sizlarni programmamizga qatnashishga alohida taklif qildik. Bo'lsa, ko'ngillik va ahamiyatli temalarni qatnashtirishinglarni chin qalbimizni umid qilamiz. Balki hozirning o'zida nurg'un anglag'uchilarimiz nihoyat xushal kayfiyatlikda programmamizni anglayotgan bo'lishi mumkin. Ana shu xushal kayfiyatni maydonga keltirish jarayoninglar haqidagi hikoyalaringlar, inoq, xotirjam, baxtiyor turmush hikoyalaringlarni bizga so'zlab berish bilan birga hozirning o'zida sizlarningki turmushinglarda beshinglarni qatirayotgan, sizlar hal qilishda qiynalib qolgan masalalarda biz bilan o'rtoqlashsanglar tamoman bo'ladi. Esinglarda bo'lsin, qarshi tarafdan og'rinish, qaqshash kayfiyatida emas, balki masalani o'zimizdami izlagan asosda o'zinglar yo'liqqan masalalarni o'tirib qo'yishinglarni umid qilamiz. Qiziqli nilik telefonlarimiz 0991 250 0330, yana birisi 250 0362. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qarshi olamiz. Rahmat. Men Xo'jayin Murodman. Men cho'nglar bilan turayotganga 18 yil oldi. Bu jarayonda nurg'un qiyinchiliklarga uchradim. Yaqinda bular qiyinlarda bo'lgan deganlikka kirib oldi. Kimdir radio tonshayma ba'zilar so'qishib qoldi deydi. Bular har ishga hozir neypla o'tirgan harada o'tirdi. Shundaq turg'uliq har bir esi kelsa bir-birining tamoq yeganligini so'raydi. Bundan turib ta'sirlanib ketdim. Yana bir qitim esiga kelgan vaqtida so'qish ketdi. Bular 80 yoshdan ish qoldi. Shunga qarab, endi turmush deganda ba'zi so'qishib ekan, ba'zida bir-birining tamoq yeganligini so'raydi. Hatto ba'zi bir-birini unutib qoladi, tonimaydi. Ba'zida meni biz odatda Qorada o'tirmiz. Qo'ljining bir sarasida. Meni dadam darvozdan qo'lab chiqaraydi. Men bu uyda nima deymiz? Men oila nimsi ayoli. Cho'ng o'g'limning xizmati bor, Alloh qonun o'rinlarda ishlaydi. Meni darvozdan qo'lab chiqarsa, men derizdan tushma. Men alkashga kirayda qoldim. Bugunlar mana, masalan, bugun dadam 6 tal sürgü doğrusu çıktı. Kalkışıp baktım, ulan tazıldım. Düştüğümken yana keyfiyatımı onuştum. Radio ağladım. Birden bula qarab tushunib ketdim.
Məni qeyrğandı qındaq qeyramam, müştaq bop qalamam, mənə müştaq yaxşı qaraydigan adam çıxamı, mən bularga yaxşı qaray degan niyatda. Ay, birdən sırtqa çıxıb qoşunumuz bilan birdən parağın üstüne qaytıb kirdim. Ulan men bilan qaytıb kirdiğim boldu deydi, müştaq 6 dal sürüdür, çöptü, sen gayrat qılan dedi. Şöyle oğlum ki qaldı. Apa, gayrat qılan. Bu kunlar o'tib ketadi, xuddi u burungi kunlar o'tib ketganda. Burun sizne chiqib urug'anga yugurib, tayoqlarni yegan to'g'ri buvamdan. Uning qirg'in bu neymişdi? Tozlashibda yeyaman. So'rab palay qayerda degandi. Birdan yengillab qoldim. Yig'layotgandim, yig'dan to'xtab kulib ketdim. Seni mushlan tutgan bam, sen tutsan nima deb degan buvam bo'lgan ekan dedi. Mushlan yengillab bo'ldi, o'zim tozlashga ishonga ketavergan. Tüksüz ki kapsan koysam tüksüz isim kip kaldım. Neymiş oldu bu ödeyem. Şunu bir iş oldu mu da kelgendim. Birden karşı bir ay dedi. Vay yak dolan buldu. Şunu kip ödeyem dedim. Bana şunda 18 yıl oldu. Bana etken tutsam tüksüz bular birbirini tonuydu. Apam tamak yedi mi da soraydı dedim. Apam tamak yedi mi o bu ayda soraydı. Biraz saatten keyin qarasam bular so'qishib ketdi. Bir-birini to'llab ketdi. Bularga qarab, keyin men o'qiysam shunda qiyramdim. Men shularga yaxshi qarasam, balkim men keyin kelildirim. Yaxshi qarashi mumkin deyman, ishki o'g'limda. To'g'ri. Men hozir opamning yanında uydagilarni ham ishlaydi, ishlaydigan cho'ng o'g'limni ketdi. Dadamga küçük oğlum qaratıdı, men opam qaratıdı. Hozir mana hech kim uxmay, uxlavatdı. Birdan dedim uxunadı. O'g'lim deydi. Atgelip apa babam akşam tün twitchlarda paran qildi dedi. Kechida kunduz bilan kechining uyqulari hozir olmishib qoldi bizning uyda. Birdan uxlaydi, birdan o'qinadi, so'zlaydi, o'tirimiz. Og'rib borman men bilan tang o'tiringlar deydi, bo'pti deymiz. Mana shunda 18 yil o'tib ketdi, ba'zilar men cho'nglarla inoq o'tamayapman deydi. Men adiyam yig'ladim, rost gapmasam. Yig'ladim. Qalqışdım, darvozdan qo'g'lab chiqayotgan derizdan shunday tushdim. Biz ularni ko'taramay qolaman. Ko'taramay qolganda hozir mening mana bel umritgan pulchib chiqdi. Bir putimni so'rab mana holatga qoldim. Doktorxonaga boruvchiligimiz bor, lekin sharoit yuzda yer bermaydi deb ular cho'ng. Bir yil qoldimi yoki 2 yil qoldimi? Küçük oğlum ben kalkışaydı. Sen mi karamsa senin mecburiyetin mu dedi. Çünkü bu benim atam, dadam. Sen başka balla karşı gerek oldu. Bundak deme oğlum ki ne kırgandım sen şundak demse. Bayan dedim desem bundak şıpama dedi biraz. Bundak desem ben sen ümitsiz kalmaydım bana. Desem muşlağı kalayman da bizim yer bağcılağı apamaysa yok seyahat kıldırmaysa. Ben çokum keyin bulan toluklu olma kapılma. Men deyishim kerakda bunga. Shu xapomadligimdan boshqa gap qilolmayman deb bayam kechirim so'radim. Burun bunday kechirim so'ramadim. Qaysi kuni bolalardan kechirim so'rash kerak degan gapni anlab, bugun o'g'limdan kechirim so'radim. Chunki bunda bu apa cho'qim men qarashim kerak, bu bir majburiyat. Endi seni aldirmay, cho'qim bir kunlar sayohat qildirman, o'yintiman. Tamaklarını, yaxşı tamaklarını yiyizmem. Hazırda özüm yaptı. Xapamagan. Desem, neyim boldu deydi. Şimdi olmadı. Balladığımı keçirim soraş gerek. Radyoldan aldım şongsam. Keçirim soradım. Çoğun keyin bir gün seni sayat kıldırıp alma. Herkes çoğunluğu almayacağım desem. Külketli. Hiç kaçan bu da ziynattan koydu. Müşüken güçkeler. Barlık. Zihnimde çoğunluğa kart etip oğlumu karartmasına. Qaysi günki degan gaplarni anglab bugun fursat kelib qolibdiki o'g'limdan kechirim so'radim. Men faqat mushuni demashdi. Rahmat anlıqçı. Rastımını desem bak ta'sirlandim. Malla emas balki nurg'un anlıqçılar menga o'xshash hissiyatda bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'zingizni tutilib so'zlagan so'zlaringizdan haqiqatan vujudim larza keldi. Ko'zimdan yosh agidi. Demek ota-onanız üçün ko'rsatayotgan mushu tirishchanligingizni bolalaringizmi es qilib turyapti, ko'rib turyapti. Kelgusida cho'qim sizmi bolalaringizning kiroyatini ko'rib yashaysiz. Demek siz bo'lganligingiz uchun shu ikkisimi goh o'zining esini yo'qotgan vaqtlarida, goh esi kelgan vaqtida
Bo'libmi sizdek bir yo'lanchining, sizdek bir yaxshi qarg'usining bo'lganligidan ajoyib suyunayotgan bo'lishi mumkin. Nurg'un kechalardagi uyqungizni buzib, nurg'un vaqtlarda ko'nglingiz yerim bo'lsin, yana hayotga kulib turib yashayapsiz. Xo'sh, bir qism kichikina ishlar uchun talash-tortish qilayotgan ayollar. Sizlarning beshinglarga bunday ish kelmadi. Albatta sizlar buni his qila olmaysizlar. Rahmat, nurg'un anglag'uchilarimizga amaliyatingiz orqali ajoyib yaxshi bir dars o'tib berdingiz. Shu ota-onalaringizga yaxshi qarag'anligingizning shu yaxshiligini keyin cho'qim farzandlaringizdan ko'rasiz. Salomat bo'ling. İşleriniz oңышlıq olsun. Oldu. Ma'qul. Rahmat. Xayr xo'sh.